mana ro'molim chiroyli turmasa, bundoq sal mana bitta bundoqroq bo'lib qoladi. Rulda bundoq oynada ko'rib qoldim. Mana bunaqa nexinch qilib chetga o'tib ro'molimni to'g'irlashim kerak-da. Va shu skladkalari ham chiroyli turishi kerak. Bu psixligimdanmi? Nima bunaqa? Nima bemalol tashlab olib, ro'mollarimni bundoq qilib olib chiqib keta olmaymanmi? Nima hammasi bundoq taxiga, guli-guliga, ranglari bir xil bo'lishi kerak. Bu nimadan bu? Obsessiyangiz bor. Obsessiya degani bitta narsaga qattiq kirishish degani. Baxtingizga siz obsessiyangizni sog'lig'ingizga yo'naltirgansizda. Unaqa odamlar bitta narsaga yopishsa oxirigacha olib boradigan, talabchan, qattiq qo'l, nazorat qiladigan, hamma narsa joyida bo'lmasa, qo'yni to'lmaydigan, o'zini bu strelkasi millimetr mos kelishi kerak bo'ladigan standartdagi odamlar. Bu degani sog'lommassan degani. Sog'lommassan emas, bu xarakter sifat, lekin agar oshib ketsa, odam o'zi charchashni boshlaydi. Mana shu narsa oshib ketdi menda. Asabiylashib, yo'li chetiga to'xtab, shu ro'molimni to'g'rilab olishim kerak. Tushunsan? Bu sekinlashish kerak. Mana hayotda oddiysi sekinlashishligi. Sekinroq harakat qilishni boshlasangiz, bizga erkinroq qilishni boshlasangiz, pasayadi. Agar buzilishga o'tib ketsa, уже unda lечениеga o'tadi. Вы мне поможете, друзья? Конечно. Zira beradi.